O'zbegim turar joy majmuasida joylashgan yana bitta obyektimizdan obzoriga keldik. Bu obyektimizda ikkita перегородка qo'yib berganmiz. Birinchisi bu prozrachniy oynali kuxniyaga qo'yib berganmiz. Besporog sistemamiz ishlashlari har doimgidek juda ham yumshoq. Rangini ko'rib turganingizdek, neobычный rang, klientning talabiga ko'ra rang tanlab, rangini podbor qilib berganmiz. Bu tarafda shkaf bor. Bu taraf ochilish shart emas deyishingiz mumkin, lekin baribir orqasida chang yig'iladi, musor yig'iladi. Shularni tozalashga qulay bo'lish uchun biz eshikning bu tarafini ham ochiladigan qilib berganmiz. Eshigimizda 4 ta stvorka ham ishlaydi. Kayfiyatingizga qarab xohlasanglar ochib qo'yasizlar, xohlasanglar yopib qo'yasizlar, xohlagan eshikni ishlaturasiz. Ikkinchi eshigimizda biz riflyon oyna qo'llaganmiz. Nimaga riflyon oyna desanglar, riflyon oyna ichkari umuman ko'rinmaydi, no yorug'likni 100% o'tkazib beradi. Ichkari nega ko'rinmasin desanglar, chunki bu yerda spalni. Spalni bilasizlar, ichkari ko'rinmagani ma'qul. Davochilarning ishlashini ko'rib bir maza qilib oringlar. Yumshoq hech qanaqa ovozlasiz oxirida o'zi sekin yopib oladi. Jahl qilib ham yopa olmaysizda, o'zi sekin tortib oladi. Sizlarga ham shunaqa перегородкаlar kerak bo'lsa, Libronik kompaniyasiga murojaat qilasizlar.